kalitni topshir. Ish haqqingni pastda olasan. Meni haydayapsizmi? Bayramga bir hafta qolganda-ya. Yo'q. Bayramga bir hafta qolganda seni ham, singlingni ham ishdan bo'shatyapman. Mana, birov stolda soatini o'rnatibdi. Boshqa ish toparmiz. Bayram arafasida-ya. Chorasini topamiz. Opa, Fergus McDuffin ismli bir odam keldi. Fergus desangiz bo'ldi. Mening ish beruvchim ishdan nohaq haydalganingizdan xabardor. Uning soatini qaytarib berganingiz uchun bayram sovg'asi sifatida sizga mana buni berib yubordi. Buncha zo'r. $5000. Rahmat. Hozir bizga pul juda kerak, ammo buni qabul qila olmaymiz. Nega endi? Juda ko'p ekan. Baribir katta rahmat. Men sizga aytsam bir taklif bor. Balki bu chekni 2 hafta ishlash evaziga qabul qilarsiz. Yevropadagi uyni tozalashni taklif qilyapsizmi? Ana yetib keldik. Qasrga o'xshar ekan.